Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Python dastlabki seviye programlalash darsiniki 8-chi qismiga mana xush keldinglar. Ko'rayotganinglardek, oldingi qism darsimizda, ya'ni 7-chi qism darsimizda biz birlikda o'zgaruvchi qimmatninki davomini ko'rib chiqqandik. Endi qaraydigan bo'lsanglar, darsimiz asosiy jihatdan 10 minutdan yuqori. Statistikaga qaragan vaqtda qarindoshlarniki to'liq ko'rishi nihoyat tuvan. Shu sababdan biz bugun va bundan keyingi darslarimizniki umumiy vaqtini qisqartish va mazmunini texnik yig'inchoqlab, texnik qisqartishni loyiq ko'rdik. Shunlashqa qarindoshlarniki to'g'ri tushunishni umid qilman. Darsimiz yangi boshlagan vaqtda qaraydigan bo'lsanglar, shu ifoda va belgilarning inglizcha ko'rik taxtisidagi o'rnini bu shaklda ifodalab PDF holatda sizlarga taqdim qilgan. Bularni tushirilib o'rgansanglar bo'ldi. Unda biz birlikda o'rgangan mazmunlardan print ya'ni natija ko'rsatish, bundan boshqa tekstlik natija, undan keyin izohlash, undan keyin ko'p qirliq izohat, undan boshqa tekst, bu ham tekst, undan keyin ifodalardan qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish, daraja ko'tarish, butun sonliq bo'lish, bo'lgandan keyingi qoldiq. Mushularni o'rganib chiqqandik. Hamda biz bugungi darsimizda if jumlasi bilan birlikda tang va yoki tang emas, ya'ni bularni o'rganib chiqamiz. Bundan biz birlikte PyCharm açayla açgandan keyin create new project o'xshash şekilde endi qaraydigan bo'lsanglar biz darsimizning 5'ida if cümlesi bilan birlikte tang yoki tang emasni ko'rib chiqamiz degan edik. Bu nokta if cümlesi degan nima? If cümlesi shartlik ayrim cümlesi bulup qo'yilgan shartga asosan natijani ayirib bir taraf qilishni ko'rsatadi. Masalan, buning qurilmasini biz ilgari o'rgangan mazmunlarimizga asosan ko'rib chiqsak bo'ladi. Hamda qurilma jihatdan qaraydigan bo'lsanglar, masalan, agar x mundaq bo'lsa, buning natijasi mundaq bo'ladi deb bu shaklda buningki qurilmasi bu shaklda bo'ldi. Hamda qaraydigan bo'lsanglar, biz darsimizning tunji qismlarida buningga o'xshash mazmunlarni ko'rib chiqqandik. Buni ijro qilgan bo'lsak, qaranglar bu şekilde o'rganib chiqqandik. Undan keyingi o'zgaruvchi qimmatlarda qaraydigan bo'lsanglar, buningga o'xshash mazmunlarni biz birlikda o'rganib chiqqan. Sizlar buni ustib ketdinglar deb qarayman. Endi biz bu o'rganib bo'lgan mazmunlarimizni shu if jumlasi orqali shartli jumlaga aylantirib boqaylik. Masalan, qaraydigan bo'lsanglar, x ya'ni o'zgaruvchi qimmatning ismiga 10 ko'paytirilgan 7 deb yozaylik. Y ya'ni y-ninki qimmatini 10 qo'shilgan 7 deylik. Hamda qaraydigan bo'lsanglar, if ya'ni agar x tang 70 ga, ya'ni x 70 ga tang bo'lsa, jumlani oxirlashtirdik. Undan keyin print qaranglar. Hamda bizga nisbatan yangilik bo'lgan mazmun bu yerdagi if izohati bu shaklda shartlik ayirma jumlasi. Undan boshqa bu yerdagi 2 dona tang. Bu 2 dona tangning o'zi tanglik belgisi, buning o'xshamaydi. Buning o'zi buning natijasini chiqarib beradi, tushunami? Yoki o'zgaruvchi qimmat darsimizda o'rganganimizdek bu shaklda bo'ladi. Hamda ma'noning o'zi turmushimizda ishlatilgan cho'ng yoki kichik tang deymiz-ku, shuningdagi tangning o'zi shu. Bu shaklda agar x 70 ga tang bo'lsa, undaq bo'lganda x 70 ga tang deb chiqadi dedik. Endi bu yerda qo'shchik orqali bu jumlani oxirlashtirdik. Endi biz buni ijro qilib ko'rib boqaylik. Qaranglar. Biz x'ning qimmatini 10 ko'paytirilgan 7 dedik. Ya'ni buning qimmati 70 chiqadiganligi aniq. Unda bo'lgandan keyin bu yerda biz x tang 70 bo'lsa, ostiga biz x 70 ga tang deb yozdik. Undan keyin ijro qilib to'g'ri chiqdi. Bu yerdagi y ning qimmati 17, shunami? Bu yerdagi y ning o'zi bir o'zgaruvchi qimmatning ismi, hamda ma'ning o'zi o'zgaruvchi qimmatdir. Hamda y ning qimmati 17, shunami? 17 ni biz 20 ga tang emas, ya'ni 17 ning qimmati bu yerda yozdik. 17 ning qimmati 20 ga tang emas bo'lsa, dedikki y 20 ga tang emas deb chiqadi dedik. Y 20 ga tang emas deb mana shaklda chiqadi. Hamda bu yerda nayt diqqat qilgan bir nuqtamiz bu yerdagi bo'shliq, qaranglar. Bu yerdagi bo'shliqning o'zi, undan boshqa jumlaningki oxirlashtirishi. Hamda bu yerdagi tangning o'zi bevosita tang mana shaklda ishlatdik. Hamda bu yerdagi tang emasning belgisini biz mana shaklda ishlatdik, shunami? Bularni biz matematika darsimizda ko'rib chiqqan. Hamda biz bu yerdagi Pythonning o'zida undash belgisi orqali mana shaklda ishlatamiz buning tang emas belgisini. Hamda qaraydigan bo'lsak, agar x 70 ga tang bo'lsa, x 70 ga tang deb chiqarib dedik, shunami? Undan keyin agar y ya'ni y 20 ga tang bo'lmasa, y 20 ga tang emas deb chiqarib dedik.
Endi buni ta'tir holatda, ya'ni hammasini teng holatda chiqarib boqayli. Ya'ni teng deb ifoda qilib boqayli. Bizga qanday natija chiqadi. Endi biz birlikda qaragan bo'lsak, if x teng emas 70. Jumlani oxirlashtiraylik. Ya'ni x ning qiymati 70, 70 ni 70 teng emas deb yozdik hozirning o'zida. Qaraydigan bo'lsak, print qaranglar. Qaraydigan bo'lsanglar, ikkisining qiymati teng bo'lganligi uchun bu yerga besib chiqarib hech qanday natija ko'rsatmaydi. Buning sababini kelar soatda birlikda ko'rib chiqamiz. Unda esa darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalana olishi uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.